ozish istagida bo'lgan bemorlarimiz, ya'ni semiz insonlarimiz kelinglar. Mana shu klinikamizda fitobar, ya'ni ozdiruvchi choylardan tayyorlab, mana shu ozdirish mashqlarini bajarish vaqtida davomida sizlarga 20 xildan ortiq bo'lgan choylarimizni taklif qilamiz. Choylarimizni damlab, tayyorlab, mashq davomida ichib, iste'mol qilib boramiz. Mana shu holatlarni hisobga olgan holda semiz bo'lgan o'rtoqlaringga, aka-ukalaringga, yoru birodarlaringga xabar beringlar. Kelishsin. Xudo xolasa keyingi haftadan Doktor Toxa klinikamizda ozish mashqlarini boshlaymiz. Fitobarlar tashkil qilamiz. 20 xildan ortiq bo'lgan choylarni damlaymiz, tushuntiramiz va semizlik bilan birgalikda qon bosimi yuqori bo'lib yurgan bemorlarimizga qanday qilib dorilarsiz, ya'ni tabiiy choylar bilan qon bosimini tushirib, qon bosimini bir xil me'yorda ushlab, bir xil me'yorda saqlab yurishni qonun qoidalarini o'rgatamiz, maslahatlar beramiz va shu bilan birga qon bosimi ko'tarilmagan, qon bosimi me'yorida yurgan holatda insult degan kasallikni oldini olish choralarini, insult bo'lmaslik uchun nimalar qilish kerakliklarini tushuntirib boramiz. Insult kasalliklari hozir bilasizlar, juda ham ko'payib ketgan. Qon bosimi yuqori bo'lishi natijasida bosh miyada qon aylanishini o'tkir buzilishiga insult deyiladi. Insultni juda ham katta mavzu, juda ham katta tema bo'lganligi uchun unga alohida yana bir video lavhalar, video roliklar tayyorlab boramiz va insultni oldini olish uchun nimalar qilish kerakligini, qon bosimini me'yorida ushlab yurish uchun nima qilish kerakligini dorilarsiz, ya'ni har xil davrina uchun ichadigan dorilarsiz tabiiy yo'llar bilan, tabiiy choylar bilan bir xil me'yorda ushlab yurish qonun qoidalarini, holatlarini tushuntirib boramiz. Shuning uchun o'zingizni ehtiyot qiling, qon bosimiga duchor bo'lmang, qon bosimini me'yorida, normada ushlab yurishga harakat qiling. Semiz insonlar ozishga harakat qiling. Keling, birgalikda shug'ullanamiz, o'rganamiz, maslahatlashamiz va dorilarsiz sog'lom turmush tarzini boshlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarni Doktor Toxa klinikamizda kutib qolamiz. Rahmat.